Men albatta qaytaman. Uy. Uy bizning ko'rkimiz. Bizning kichikkina vatanimizdir. Uy biz uchun juda ham qadrli hamda juda ham afsonaviy joydir. Tanishing, bu bolaning ismi Chilbek. Chilbek Turyoqolbekovlar oilasidan edi. Va Chilbekning dunyo qarashlari o'zgacha edi. Umuman boshqacha. Chilbek rasm tinglashni, musiqa chizishni yoqtirardi. Chilbekka asosan metroda yurish yoqardi, chunki unga o'zgacha qandaydir baxt bag'ishlardi. Ya'ni metroda yurish. Metro juda ham unga yoqib, xuddi uyidek bo'lib ketgandi. Ha, Chilbekni sho'xligini olmaganda juda ham mehribon bola edi. Hozir bunga guvoh bo'lasiz. Nima qilyapsan ahmoq? To'xta deyapman senga. Lekin o'tayam sho'x bola edi. Mayli, bunga e'tibor qilmaysizlar. Chilbek yoshligida otasiz va onasiz o'sgan, lekin bunga qaramay juda ham aqlliroq bola edi. Sal-pal sho'xligini olmaganda. Ha, rostdan ham otasi va onasi yo'q edi. Agar siz bunga rahmingiz kelayotgan bo'lsa, iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta o'qiyman. Va juda ham ayanchli edi. Ha do'stlar, Chilbekni ko'ryapsiz. Shu Chilbek uchun bittagina obuna bo'lib va like bosib qo'ysangiz, unga juda ham katta yordam bergan bo'lardingiz. Men bu bolaga ham yordam berishga harakat qilaman. Sizlar ham yordam beringlar. Like bosib obuna bo'lsanglar bo'ldi. Siz ham Chilbekka yordam qo'lini cho'zing. Oradan 2 oy o'tdi. Chilbek bir kuni yo'lda ketayotib, orqadan qandaydir tovush eshitildi. Buni ko'ziga qandaydir sharpa ko'ringandi va orqasiga e'tibor bermagan holda ketaverdi. Va Chilbek o'zining uyiga kirdi. Va xonasi tomonga ketayotgan edi. Oradan 5 kun o'tdi. Chilbek bu safar ham qandaydir sharpani ko'rgandek bo'ldi va unga qarshi yo'l tutishga qaror qildi. U juda ham aqlli edi va o'z bilan har doimgidek lab olib yurardi va birinchi maxluqni ham o'ldirdi. Yamaya. Sen ishonchimni oqlolmading. Iltimos, kechiring janob. Boshqa unday qilmayman. Iltimos. Yo'q, u juda ham aqlli ekan. Yo'q, menga nima bo'lyapti? Qimirlay olmayapman. Yo'q. Meni ishonchimni oqlolmaslik shunday bo'ladi. Chilbekning bu g'oyasi juda ham asqotdi va u juda ham xursand bo'ldi. Unga rosa yoqdi bu ish. Chilbek uyga keldi va u kimligi haqida rosa o'ylandi. U yoqqa yurdi, bu yoqqa yurdi, u yoqqa yurdi, bu yoqqa yurdi va o'yladi. Balki bu prankdir. Agar prank bo'lganda sen uni o'ldirmasding, Chilbek. Va u ham prankligini aytardi. Ha, bildim. Menimcha ular jin. Jinlar shunaqa bo'lardi. Men ko'pchilikni ko'rganman. Endi ularga qarshi urush boshlamasam bo'lmaydi. Agar bo'lmasa meni tinch qo'yishmaydi. Va Chilbek urush e'lon qildi. Salom janob, xizmatingizga tayyorman. Tayyor bo'lsang nimalar qilishni bilasan. Bo'lmasam ketaver. Va Chilbek keyingi joyni vokzalga belgilagan edi va vokzalga poyezdning ichiga turli xil qopqonlar qo'ygan edi. Agar bittasi yetmasa, menimcha Chilbek shu bo'lsa kerak. Chilbekning qopqoni tayyorgina turardi va orqasida esa o'ljasi va o'lja ham yo'q bo'ldi. Chilbek juda ham xursand edi, lekin uni oxirida nimalar kutayotganini bilmasdi. Buni hatto men ham bilmayman. Videoga like bosing.